Assalomu alaykum, bizni internet tarmoqlari orqali kuzatayotgan qadrli do'stlar, kayfiyatli yaxshimi, sog'-salomat mislar. Yana bir bora sizlar bilan internet Ornai jahon orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. O'tgan bo'lsam Qurbon hayit bayramlari bilan hamma yurtdoshlarimizni, mo'min musulmonlarni chin qalbimizdan Qurbon hayitlar bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Har kunlaringiz bayram, to'y, yaxshi kun bo'lsin deb niyat qilamiz. Demak, gapni cho'zib o'tiramiz. Bugun biza Rise Group kompaniyamiz tomonidan eshiklar o'rnatilish jarayonlarini sizlar bilan yana bir marta ko'rsatacakmiz. Urganch shahridagi ustanovka jarayonlari bo'lib turgan obyektimizga va nihoyat mana Ergashbek bilan yetib keldik. Shunday ekan, internet tarmoqlari orqali bizani kuzatayotgan do'stlar, ekran oldini yaxshilab o'rnashib olasizlar. Kanalimiz toza, like, podpiska bosib qo'ysangizlar xursand bo'lamiz va sizlar bilan birgalikda ustanovka jarayonlarini kuzatamiz. Qani, xonadonimizga marhamat. Qani, bismillah olsun deb kelaverasizlar. İmorat ham, xonadon ham toza xonadon, yangi joy, toza uy. Uyda hozir deyarli hamma vaziyatlari, hamma narsalar tayyor. Ozgina ish qilib turibdi. Eshiklar ham ustanovka jarayonlari pash deb bitib qolish arafasida. Endi eshikni eng go'zallashadigan yerga keltiribdi, chunki eshikni oyna qistirish jarayonlari bo'lib turibdi. Odilbek usta, xoriman. Keling, yaqinroq kelasiz. Odilbek ustamon boshqa videolara chiqarmangda ba'zi o'zi chiqarmasangiz bo'lmaydi deb chiqaman. Xivada zvezda bo'ldi. Kayfiyatchi? Zo'r. Qachon tushadingiz bu yerga? Yaqinroq Odilbekni ko'rsatam. Bugun 3-kuni hozir 1 soatlik ish qildi. 1 soatlik ish qoldi, shunda bu yerga borib ham boshlashingiz bir zaman. Bugundan keyin bo'lamiz. Ha, yaxshi. Navdab nomlanadi shu eshiklar shunda? Navdab ot qo'ydikmi? Neoplastik eshik. Neoplastik eshiklarimiz, Shotlandiya aynadan qo'yib turdim yomonlarini. Aynalarni zo'rini qo'yib turibmiz. Kalitli ayna. Xo'shroq, zo'rindan. Shotlandiya eshik yo'qmi edi? Yo'q, Shotlandiya yo'q. Hammasi neoplastik. Ha, shunday eshik. Demak, qadrli do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, Odilbek ustaning aytishi bo'yicha bu eshiklarimiz neoplastik deb nomlanadi. Jemchug svetda, yarma kapı, yine az 1 minut Odilbek ishini beklab ko'rsatdim. Yana bir yan tarafına aynası qo'yildi. Bir yan tarafına aynaga shay bo'lib turibdi. Buni namoz qistirasizmi? Ha. Men ikkinchi etajni obzor etishimcha qistirib qo'yasizlar. Demak, aynalar namozi qo'yilib turibdi yana. Kalitli aynalar, qimmatbaho zo'r aynalar qo'yilgan. Jemchug sveti, neoklasika, ko'rib turganlaringizdek petlalar ham qora svetda qo'yilgan. Narishliklari, koronalari, eshikka o'zgacha did, o'zgacha go'zallik baxshida qilib turibdi. Ruchkasi ham petlar nol deradimi qadri? Ibajni? Petlarga yarasha qora felismdan qo'yilgan. Zamoklar bu safar o'tgan safarda edin magnitli emas, magnitsiz versiyasi. Yana ochib beklanishini yaqinroqdan ko'rsatishlaringiz mumkin. Yana. Qani, yana. Ichik. Zo'ra. Gap bo'lishi mumkin emas. Bizda yana qo'shimcha dabur xizmatlari ham mavjud. Qadrli do'stlar, ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Eshikni perexoshkasi bu eshikni xush kelibsizi. Keldingiz yana MDF'dan dabur xizmatlarini ham qilib berganmiz. Ko'rib bahosini berishlaringiz mumkin. Shundan xizmatlar kerak bo'ladi bo'lsa, biz xizmatdamiz. Bemalol ekrandan nomerlarni chiqarib qo'yamiz, xabarlashaverasizlar. Doim xizmatda. Bu obyektimizga 2 eshik qo'ydik. 8 dona eshik qo'ydik. Hammasi neoklasika. Hammasi aynaga qarab turibdi. Ko'rib bahosini berishlaringiz mumkin. Yana neoklasik uslubida eshiklarimiz. Xonadona. O'zi uyni dizayn ham interyer asosida xo'shroq zo'r uzatilgan. Ya'ni yaxshi niyat qilib yurgan bo'lsa, joy quraman deb yurgan insonlar bo'lsa, hammaga nasib etsin shunday xo'shroq fayzli uylarda, fayzli xonadonlarda yashash. Pastdan ikkinchi etajdan ham ko'rsatib qo'yasan, Ergash. Demak, 8 eshik qo'yib berganmiz. Lustra ekan, lustra ham chiroyli chiqdi. Gurushad yana ekan lustra. Keling, yaqinroq keling, Ergashbek. Ikkinchi etajda eshiklar ham shundaymi, svetlari? Hammasi bir xil. Va yana kuxnya pavilyoni, bu tarafda yana kuxnya mebellari kelib, bu go'zal bo'ladi. Bu eshiklarimiz ham ko'rib bahosini berishingiz. Yana sanuzelar Rise Group kompaniyamiz tomonidan eshiklar qo'yishimiz mumkin. Chunki sanuzelar ham ko'pchilik bizlarga savol kelib tushadi. Sanuzelar MDF ish ko'p bo'ladimi yo?
demir eşik, alüminyum eşik koyayım, aksa eşik koyayım yok. Yine yasayızda değil mi lan? Hoşuna yatıp taxlap veremiz. Yine bu eşikten görüşeniz mümkün. Bu aynasız versiyada eşikler. Ne çünkü aynası versiya bu sebep. Ben tarafına sanuzel, ben tarafımız. Özü bir kişinin mini dem alışxanası oxşuydu. Yine görgenleriniz de kokluyor. Arka taraftan bir görüntü tarafdan. Arkada öyle. Ya çıkan fotlan çıkıp kökten gelir. Şimdi görsetiş mümkün olmaz. Demek kadrlı dostlar, hürmetli yurttaşlar. Neçe kvadrat ekan dedik bu 200 bam ekan. Adilbek aka kvadrat 200 kvadrat. Demek gördükleriniz 180 kvadrat joya. Uyutni zor adamlar hem şer-şerait var. Güzel xanadan yaratıbdılar. Şu xanadanni qurgan insanlara yaxshi niyat qilamiz. To'ylab bo'lsin, bizga kelib xizmat etadilar inshaalloh. Yana zina xizmatlari xudo xolasa zina maskaga zinalarni o'tib bersalar, uy 100% tayyor. Ko'rib turganlaringizning xonadon egalarining talablariga binoan qimmat eshiklari o'zgacha did baxshiralardan yana kalit aynalar zakaz qilingan. Bemalol görüp bahasını berishingiz mumkin. Endi yana bir narsa aytamiz, kommentariylarda ko'p o'qib turibman vaqtlarda. Eshiklarningizni pulni aytmaysiz, Sanjarbek, eshiklarningizni pulni aytmaysiz dedilar. Eshiklarni pulni ish safar aytaman xudo xolasa. Eshiklarni puli hozir tushuntirib beraman. Keling, eshiklarni puli bir neoklassik uslubida eshikimiz metr kvadrati 1.500.000 so'm. 1.500.000 so'm ichine ne olay giradi? 1.500.000 so'm ichine bizani eshiklar qo'ymaslarni bu xonadonga kelib o'lchab yetishimiz. Qolaversa, nalishlik xizmatlari metr kvadrat ichine. Bir tarafına koronasi, yana petla, keyin ruchka, ustanovka jarayanlari shu 1.5 million so'm ichine giradi. Kim niyat etgan olsalar, shu videoni ko'rib bizlarga murojaat etgan odamga xudo xolasa 10% ya 5% ya 10% skidka qilib beraman. Gapimga javob. Gelip bemalol murojaat qilaverasizlar. Demak, menimcha baholar tushunarli bo'lding. Tushunarli bo'ldi degan bittamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol xabarlashaverasizlar. Endi videolarni sal cho'zib o'tirish niyatimdan yiroqdamiz. Chunki ko'p gap uyda yaxshi. O'z uydaman-ku. Ko'p gap uyda yaxshi. Videoni cho'zib o'tiramiz. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa xizmatdamiz. Xonadonlaringizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin, biza borib xizmat qilaylik. Videoni o'tirib bermaysizlar, chunki davomida videoni to'liq obzori, ya'ni eshiklarning go'zalligi, husn tarovatini sizlar bilan birgalikda ko'rib bahosini beramiz. Sizlar bilan xayrlashamiz. Sog'lik, salomatlikda va ro'yxatlikda keyingi video roliklarda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Xayr.